Xullas, buni otini ko'pchilik topa olmayapti. Yoshlikda qilganlar bor. Hozir so'raymiz hammadan, ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bundan yoshlikda ichib ko'rgansiz, aniq qilib. Otini nima deydi? Qo'llangan variantida hozirgi so'zlaramiz. Ya, otini nima deydi? Nima deydi? Ya, shponka olcha ichida bo'laveradi. Nima deydi o'zi buni otini? Otini Yoshlikda qilganmiz, buni nomini biz shponka deb aytganmiz. buni otini nima deydi? Ichganmisan? Qilib. Nima deydi otini? Otini bilasizmi nima deb atalishini? Qalinami? Yo'q, bilmadingiz. O'zingiz shunaqa qilganmiz, kompotni. Mana shunaqa qilib ichib ko'rganmisizlar? Nima deydi otini? Gilos tez aniqlab. Oybek aka, mana bunaqa siz ichganmisiz? Yoshlikda qilib zo'r bo'larmidi? Aka. Nima? Oti nima bo'lmasa bu? Anaqa. Ismini bilmayman, shponkaning uchun man. Qoch. Mana Abudan so'raymiz. Abu. Gilosmi, ochami? Yo, taxta. Necha ochsan? 15. Mana bunaqa qilib ichib ko'rganmisan? Ichasanmi? Qoringa ham berganmisan? Kommentariyada yozib ketmasanglar bo'lmaydi buni otini, to'g'ri? Bilmayapti ko'pchilik.